Bahor kelsa boshlanar bog'da qushlar navosi. Ketma bahor mening bog'imda, ketma bahor, ketma mening bog'imda. Qolmanglar! Shu piysangizcha qo'shimcha qilsam, Xudo xolasa, hojiga bormoqchiman, xo'jayinim bilan birga. 60 yoshda bo'lsam ham, o'zimni 18 yashar deb hisoblayman. Va bular meni ena deydi, enali paxtamlab chiqishga beradi. Mushtumning oramizdagi oddiy odamlar loyihasining navbatdagi qahramoni To'lg'inoy xola. Ular 60 yoshda va paxta talasida 150 kilogrammga yaqin paxta termoqda. Farzandim 3 ta, bir o'g'il, 2 ta qizim bor. O'g'lim chetda ishlaydi, qizlarim chiqarib olganman. Endi uyda o'tirgandan ko'ra harakat yaxshi deb chiqyapman, kuchim yetganicha. Pins olaman. Shu piysangizcha qo'shimcha qilsam, Xudo xolasa, hojiga bormoqchiman, xo'jayinim bilan birga. Maktab paytlar qanaqa o'tgan? Maktab davrida. Maktab paytim mana shu ajoyib yaxshi o'tgan rosa. Shunday paxta terar qizlar bilan 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo terar, qo'shiqlarni aytib tarada. Tamam 7,5, 8. Uyda oltida chiqamiz. Paykalda 7,5, 8da bo'lamiz. Kechpayt 4da tortadi paxtamizni. Mashinalar qilib tashab qo'yadi uyimizga. Nevaralar nima deb keladi? Va ularni jonim deyman, johonim deyman, jannatim deyman. Borsam assalomu alaykum deb kutishib oladi. Paxtam pulidan beraman bog'chaga, maktabga, yo'lda shirinliklar olaman. Shular uchun yashayapmiz-da o'g'lim. Har kun chiqasizmi yoki dam olish ham bo'ladi? Yo'q, har kuni chiqaman. Yurish chiqib qolsa qolaman, ular zerikib qoladi. Pul yig'ib qo'ydingiz umraga? Umragami? Yo'q, aytmayman dedim. Oz qoldi, kami bor jicha. Qo'shnimiz oshqovoq olsa pishgan ekanda, keyin haliga uzmoqchi bo'ldim. Keyin qo'shnimiz o'g'liga tashlab desam, irg'itdi. Haligi basharamga tushgan keyin ko'karib, keyin bayrasaga borganman, qo'shnilar ishlanmasa eri uribdi degan. Yo'q, eri urmaydi, rosa yaxshi xo'jayin, o'qituvchi. Keyin davolanganman. Shunaqa qiziq voqealar bo'lgan. Va bular meni ena deydi, enali paxtamlab chiqishga beradi. Ovqatlarimlab keladi, sharoit zo'r rosa, fermerlar ham yaxshi. Qancha terasiz bir kunda? 130, 150. Kuchim yetganicha. Paxtani puliga nevaralarga nima bor? Nevaralar bormi? Shirinlik, har kun maktab bog'chasiga pul beraman. Rahmat ona deydi ular, onajonim deb. Borsam kelin ovqat qilib turadi, bolasi kichkina. Hali bog'cha yoshda. Fabrikada ishlaganmiz, fabrikadan chiqardik. Undan keyin kelib yana paxtaga. Birinchi maktab partasiga o'tirib qanaqa kasb egallayman degansiz? Men o'qituvchi bo'laman dedim. Rossiya o'qituvchi bo'laman desam, qandaydir sharoit bo'lmagan. Keyin baribir o'qituvchi bo'laman deb o'qituvchilar uyiga, xonadoniga kelin bo'lganman. Xo'jayinim o'qituvchi. Hozir gruppada pensiyaga chiqdi. Otamni, akamni bir kunda yo'qotganman. Ayniqsa otam, onam 80ga kirgan-u, ulardan roziman, dunyoligini bersin. Akam juda zo'r odam edi. Akam yomon hur ketdi rosa. Kallasi bu xotirada yordam beradi, shunday qiynalgan kunimga. Ashingga yig'laganman nihoyatda. Hozir ham ashilla aytib yuboraman akamga o'ylab, bu qizlarga telefon qo'yib beringlar deyman. Bu dunyoligini bersin. Maktabda bitta bola shu o'qitirasa. Bartadosh arkada. Chochim uzun o'rib qo'yadi onam.
uzun, nihoyat uzun. Orqadagi buni quloqqa tiqadiganga baylab qo'ygan. Undan chochim bir og'rigan. Undan keyin stulni olib qo'ygan, faqat yerga tushganmi g'ayrat degan bola. Polga tushgan o'qituvchimiz. Unaqami endi yo'g'on semiz dedim deydi. Shunaqa bo'lgan bola. Kunda 150, 130 olyapman, 150. Nima? Uyga shu to'playapman umraga, produkt qilib beraman. Nevaralarga. 60 yoshda bo'lsam ham o'zimni 18 yashar deb hisoblayman. Maza qilib paxta teryapman yoshlar bilan. Charchaganim yo'q. Yoshman hali, xudo xolasa yana ham terim. Baxt siz uchun nima? Baxt men uchun eng yaxshi narsa bolalarim, oilam, o'g'lim, kelinim, qizlarim. Kelinim ham zo'r, qizlarim ham zo'r. Ovsinim qaynaqa. Mamnunman baxtdan, nihoyatda baxtli. Qanaqa shior bilan yashaysiz? Shiormi? Nima desam bo'ladi? Shu oldinga harakat qilib, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin, tanajoni sog' bo'lsin, sharoitlar qilib qo'yibdi mana hammamizga. 60 yoshga kirdingiz. Paxta terishda qiyinchilik bo'lmayaptimi? Hech ham qiyinchilik yo'q. O'zimni 18 yashar deb hamlayman. Ular ena degan bilan o'zim boshman deb o'ylayman, qiylamayman. Birinchi tortada fermer choy ovqatlarni olib kelib beradi oldimizga. Chiqoring ena deydi. Kelmasam bular siz yo'q deylik deydi. Uyda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Uydagi rotimiz bor, kappamiz bor, bodring pomidor ekamiz, kartoshka. Baxtliman, unaqa umuman qiyinchilik yo'q. Besamni ham to'playman. Kelinim olmaydi, to'plang, umraga boraman, xudo xolasa. To'lg'onoy xola o'z suhbatdoshini qo'shiq va hazillari bilan zeriktirmas ekanlar. Ovozlari esa uncha-muncha san'atkordan shirali ekan. Terayotgan paxtasining puliga umraga bormoqchi. Ilohim niyatlari amalga oshib, hoji ona bo'lib qaytsinlar. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.